Assalomu alaykum Ademaster Namangan Cherek kuzatuvchilari. Bugun sizlarga avtomobillarni obzor qilib, boshlang'ich to'lov va rassrochka muddati hammasini to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Birinchi o'rinda boshlashdan oldin aytib o'tmoqchiman, avtomobillarga 7 yil yoki 200 ming kilometrgacha bo'lgan rasmiy kafolatlarga ega. Bizda avtomobil xarid qiling kafolatlari bilan. Usta, zapchast degan narsalardan muammo yo'q. Ko'rib turganingizdek, ushbu avtomobilimiz Tiggo 8 Pro avtomobili bo'ladi. Bu 8 Pro avtomobilining birinchi pozitsiyasi. Tashqi ko'rinishi bilan juda ham chiroyli, 7 o'rindiqli bo'ladi. Faralari LED, balonlari yumshoq. Misol ko'rib turganingizdek, quyma diski alyuminiy, abrisovkalari oldingiga nisbatan boshqacharoq chiqqan. Bu tomonlari yonadi abrisovkasida. Mashinamiz 7 o'rindiqlik, 360 kameralari, 4 tomonda kameralar bor, 5 ключевой достуp. Salon qismiga alohida e'tibor berasiz. Premium ko'rinishga ega, barcha funksiyalari bor. Panorama tom 1,5 kvadratdan kattaroq. Rolimizda multimedia, o'rindiqlarda isitish tizimlari mavjud, 4 tasida ham va o'rindiqlar ligirovkasi elektronniy bo'ladi. Monitor splashnoy ketgan salonda, korobkalar robotlashtirilgan, besprovодной zaryadnik, sizga kerakli barcha funksiyalarga ega. Avtomobilimiz orqa kengligiga alohida e'tibor berasiz. Juda ham keng, bitta oila uchun juda ham mos keladi. Orqa ko'rinishlarga e'tibor berasiz. Orqa ko'rinishlari splashnoy mono qo'sh hisoblanadi. Bu tomonda splashnoy yonadi, Cherry logotiplari bilan. Bu mashinamiz Tiggo 8 Pro mashinamiz bo'ladi. Ushbu avtomobilimizning narxi 399 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Boshlang'ich to'lovingizga qarab 4 yilgacha rassrochka bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich to'lov sizda ko'proq bo'lsa, uzoqroq muddatga rassrochka muddati. Yoki avtokredit asosida xarid qilmoqchi bo'lgan do'stlarimizga boshlang'ich to'lov 30% to'lov qilsangiz 5 yilga avtokredit tartibida chiqazib beramiz. 5 yilga qilsa avtokreditda oliy to'lovlari ham yaxshi chiqadi. Xo'p, bu mashinamizda 3 ta pozitsiyasi bo'ladi. Oxirgi pozitsiyasi Tiggo 8 Pro Max avtomobili bo'ladi. Ular narxi 480 million 900 ming so'm. Endi ko'rishingiz mumkin Tiggo 7 Pro mashinamizni e'tibor berasiz. Oldi ko'rinishlari. Mashina 1.5 turbina dvigatel bilan jihozlangan, 147 ta ot kuchiga ega, 4 ta porshili bo'ladi. Shahar ichida rasxod atiga 8 litr, 100 km uchun. Bu yangilangan dizayndagisi, faralari LED bo'ladi. Bunda ham shu 18 diska, yumshoq balonni almashtirib ham o'tirmaysiz. 5 ключевой достуp, 360 graduslik kamera. Salon qismiga alohida e'tibor berasiz. Bundan monitor splashnoy ketgan, o'rindiqlar barchasida isitish tizimlari mavjud. Panorama tom 1,5 kvadratdan kattaroq. Hamma funksiyalarga ega. Orqa kengligi avtomobilimizni. Va bu mashinamizda ham xuddi shunaqa orqa dizayn ko'rinishi, mono qo'sh, spoiler. Mashinamiz kuzovi zanglamaydigan materialdan bo'ladi. Mashinamizga qiziqqanlarga boshlang'ich to'lov tan narxidan atiga 30% to'lov qilib, buni ham 48 oygacha Fincom leasing tartibda. Fincom leasing haqida ham ozgina ma'lumot berib o'taman. Fincom leasing orqali xarid qiladigan bo'lsangiz ham xavotirga o'rin yo'q. Sababi mashina sotish huquqlari o'zingizda bo'ladi, notarius orqali rasmiylashtiriladi. Unda Fincom leasing orqali boshlang'ich to'lov 30% dan 48 oygacha rassrochka muddati uzayib boradi. Agarda bank tartibda o'zimni nomimga chiqarsin rassrochka deganlar uchun 30% to'lov qilasiz 1 yilga, 50% to'lov qilasiz 18 oyga, shu tartibda chiqazib beramiz. Boshlang'ich to'lovingizga qarab rassrochka muddati uzayadi. Yoki avtokredit asosida bunga ham boshlang'ich to'lov tan narxidan 30% to'lov qilib 5 yilga xarid qilsangiz bo'ladi. Tiggo 7 Pro avtomobilimizning narxi 311 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Pozitsiyasiga qarab narxi o'zgaradi va ushbu avtomobillarda 25 milliongacha foyda bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, Arizo 6 Pro mashinasini 25 million foyda bilan xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Ko'rib turganingizdek, O'zbekistonning eng ekonomishli avtomobil Tiggo 2 Pro mashinamiz bo'ladi. Bir turbo dvigatel bilan jihozlangan, 103 ta ot kuchiga ega. Rasxodi esa shahar ichida atiga 5 litr. Bunda ham xuddi shunday old abrisovkalari dizayn juda ham chiroyli va faralari LED bo'ladi. Salon qismiga alohida e'tibor berasiz.
ko'rishingiz mumkin. O'rindiqlarda isitish tizimlari mavjud. Rol elektropaket monitorlari bor. Bu mashinamizning narxi 199 million 900 ming so'm. 15 million foyda bilan 199 million 900 ming so'm. Shu oy oxirigacha 15 million foyda bilan xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Boshlang'ich to'lov atiga 30% qilib tan narxidan shu holatda xohlasangiz rassrochkaga, xohlasangiz avtokredit asosida xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Bizdan avtomobil xarid qilgan mijozlarga aytib o'tganimda 5 yildan 7 yilgacha kafolatlari mavjud. Bizning manzillarimiz Namangan shahar Yangi bozor Promzonaning yo'lida. Avtosalon kelinglar, to'liq ma'lumotlarni olasizlar. Narxi va sizni qo'lingizda boshlang'ich to'lovingizga qarab sizga oylik to'lovlarni chiqazib beramiz. Bizda trading xizmati ham mavjud. Ya'ni eski avtomobilingizni olib kelasiz, yangisiga almashtirib ketish imkoniyatiga egasizlar. Hammani avtosalonda kutib qolamiz.